Assalomu alaykum. Bugungi ingliz tili grammatikasi darsimizda sizlar bilan nouns in English, ya'ni ingliz tilidagi otlar degan mavzu bilan tanishamiz. Demak, otlar, nounlar o'zi nima? Noun bu one of the main part of speech. Demak, so'z turkumini eng asosiy qismi hisoblanib, who and what, ya'ni kim, nima so'rog'iga javob bo'luvchi so'zlar nounlar hisoblanadi. Yana ham tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, for example, misol uchun apple, olma, what, ya'ni nima so'rog'iga javob bo'ladi. Yoki bo'lmasam boy, o'g'il bola, who, ya'ni kim degan so'roqqa javob bo'ladi. Bular nounlar hisoblanar, ya'ni otlar hisoblanar ekan. Endi nounlar o'z ichida 3 turga bo'linar ekan. Singular noun, plural noun and uncountable nounlar, ya'ni birlikdagi otlar, ko'plikdagi otlar va sanalmaydigan otlar. Hozir keyingi slaydlarda har bir noun turiga alohida to'xtalib o'tamiz. Singular noun. Singular noun. Singular nouns bu birlikdagi sanaladigan otlar. For example, misol uchun apple, olma, door, eshik, or bird, qush. Demak, ushbu so'zlar singular noun, ya'ni birlikdagi otlar, bitta dona bo'lgan otlar hisoblanar ekan. Demak, singular nouns are not used alone. Demak, birlikdagi otlar yolg'iz ishlatilmaydi. Misol uchun o'zbek tilida aytishimiz mumkin. Eshik yoki bo'lmasam ota, ona, ruchka, qalam deb yolg'iz ishlatishimiz mumkin. Lekin ingliz tilida singular nounlar o'zidan oldin qanaqadir bitta determiner, ya'ni aniqlovchi bilan kelishi kerak bo'lar ekan. Asosan birlikdagi otlar a hamda an, indefinite article, ya'ni noaniq artikli bilan birga yonma-yon kelar ekan. Endi a dan qachon foydalanamiz hamda an artiklidan qachon foydalanamiz? Agar noun, ya'ni otimiz undosh harf bilan boshlangan bo'lsa, biz a noaniq artikldan foydalanamiz. For example, she has got a dog. Uni kuchugi bor. Ushbu gapimizda biz she has got dog deyishimiz xato hisoblanar ekan. Demak, bu yerda biz dog so'zini yolg'iz ishlata olmas ekanmiz, chunki bu singular noun, ya'ni birlikdagi ot hisoblanar ekan. Shuning uchun ushbu so'z oldidan biz a noaniq artikldan, bitta degan ma'noda foydalanishimiz mumkin ekan. Ya'ni uni qanaqadir bitta kuchugi bor deb tarjima qilamiz. Next, keyingisi an, eagle, egg, apple, ya'ni an noaniq artikli bo'lsa, ingliz tilida unli bilan boshlangan otlardan oldin biz an noaniq artikldan foydalanishimiz mumkin ekan. I have got an apple, mani bitta olmam bor. I have got a doll, mani bitta qo'g'irchog'im bor. I have got a car, mani bitta mashinam bor. Demak, an artikli bitta qanaqadir degan ma'noni anglatar ekan. Vanga teng. Endi mana bu yerda ko'rib turibsiz, be careful degan joyga e'tiborimizni qaratamiz. The sound of the letter is important. Demak, harfning tovushi muhim ahamiyatga ega. Ya'ni a house. House so'zi talaffuzda h harfimiz h tarzida, o'zimizdagi h, yumshoq h tarzida o'qilyapti. O'qilishiga e'tibor qaratar ekanmiz. Lekin bu yerda our so'zi, ba'zi bir nechta so'zlar bor, yozilishi undosh harf bilan boshlansa-da, biz o'qiyotganimizda undosh harf tushirib qoldiriladi. Misol uchun, our so'zi mana our yozilgan, lekin biz o'qiyotganimizda our tarzda o'qiymiz, ya'ni unli tovush bilan boshlanadi talaffuzi. Shuning uchun ushbu holatda biz an artikldan foydalanamiz. Yoki keyingisi uncle, u harfi. U harfi ko'pincha a tarzda talaffuz qilinadi. Uncle, umbrella, ushbu holatlarda biz unli harf bilan boshlanayotgani uchun an artiklidan foydalanamiz. Lekin university so'zida biz university shaklida unli harf bilan emas, balki university shaklida o'qiyotganimiz uchun, ya'ni undosh harf bilan talaffuzimiz boshlanayotgani uchun endi a artiklidan foydalanishimiz mumkin ekan. This rule applies to all words after a or an, including adjectives and adverbs. Demak, ushbu qoidalar hamma so'zlarga qarashli, ya'ni ba'zida bilamiz otlar o'zini oldidan aniqlovchi, ya'ni sifat bilan keladi. Biz ushbu holatda sifatni birinchi harfiga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lar ekan. Cold day, sovuq kun. Endi siz day noun hisoblanadi bu yerda deb dayga emas, balki adjective'ga e'tibor qaratar ekanmiz, a yoki n foydalanayotganimizda. An easy lesson. Oson dars. Demak, lesson bu yerda noun. L bilan boshlanayotgan bo'lsa-da, oldida aniqlovchi, ya'ni adjective borligi uchun biz adjective'ni birinchi harfiga asosiy e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Ya'ni a easy lesson emas, an easy lesson tarzida to'g'ri bo'ladi. An interesting class, qanaqadir qiziq sinf. Plural noun, ko'plikdagi otlar. Plural nounslar bular o'zbek tilida lar qo'shimchasi bilan, bizda lar qo'shimchasi bilan keladigan so'zlarga teng bo'lgan nounlar hisoblanadi. Ya'ni olmalar, giloslar, mashinalar, uylar deganimizdagi nounlar ingliz tilida plural noun deyilar ekan. Plural noun demak s, es or is qo'shimchasini otlarga qo'shish orqali shakllantirilar ekan. Hozir qachon s, qachon is, qachon is qo'shimchasini qo'shamiz degan savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, most noun form the plural by adding s. Ko'p otlarimiz asosan s qo'shimchasini qo'shish orqali shakllantiriladi. Misol uchun, 3 books.
uchta kitoblar. Uchta kitob deymiz o'zbek tilida, lekin ingliz tilida ikki va ikkidan oshirma sanog'i shu sanalayotgan odni biz ushbu so'zga s qo'shimchasini qo'shishimiz kerak degani hisoblanadi. A car bitta mashina, two cars ikkita mashinalar. Demak, asosan ko'pincha s qo'shimchasini qo'shamiz undosh bilan tugagan so'zlarga. Keyingisi, agar otlarimiz s, double s, sh, ch, x or o harfi bilan tugagan bo'lsa, nounlarimiz. Ushbu so'zlarga biz es ko'plik qo'shimchasini qo'shar ekanmiz. Misol uchun, two buses. Demak, s bilan tugaganda bus so'zimiz, avtobus so'zimiz. Shuning uchun biz es qo'shimchasini qo'shdik. Or for tomatoes. O harfi bilan tugaganda biz es qo'shimchasini qo'shdik. Bu yerda mana yana bus, buses, dress, dresses, brush, brushes, torches or box, boxes kabi misollar berilgan. But lekin bu alohida qoida. But some noun ending in o take only s. Demak, o bilan tugagan ba'zi so'zlarimiz faqatgina s qo'shimchasini oladi, esni emas. Ular radio, piano, foto, video, hippo, rhino kabi so'zlarga biz ko'plik qo'shimchasini qo'shayotganimizda, demak, faqatgina s qo'shimchasini o'zini qo'shishimiz kerak bo'lar ekan. C qoida, demak, A qoida haqida gaplashdik, B qoida, C qoidaga e'tiboringizni qaratamiz. Qarating, demak, bilamiz ingliz tilida tovushlarni yozilishi bilan o'qilishi farq qiladi va ba'zi tovushlar bir necha holatda bir necha xil o'qilishi mumkin. Ushbu tovushlardan biri y harfi. Agar y harfi unli harfdan keyin kelsa, ushbu holatda otlarga biz s qo'shimchasini qo'shar ekanmiz. For example, a boy bitta bola, two boys ikkita bolalar. Ushbu so'zlardan yana bittasi, misol uchun, toy o'yinchoq. Mana ko'rib turibsiz, unli harfdan keyin kelyapti y qo'shimchasi. Shuning uchun o'yinchoqlar deydigan bo'lsak, biz endi two toys holatida bo'lar ekan. Agar qolgan holatlarda, ya'ni undoshdan keyin keladigan bo'lsa, ya'ni strawberry double y dan keyin kelyapti va bu i holatda o'qiladi. Undosh harfdan keyin kelsa, biz y ni tushiramiz, o'rniga es qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. A strawberry bitta qulpinay, three strawberries uchta qulpinaylar. Ko'ryapsiz, y ni tushirib, es ga o'zgartiryapti. Demak, keyingisi three leaves, ya'ni agar noun ending in f or fe drop the f or fe and take was in the plural. Demak, otlar, ya'ni f yoki fe bilan tugagan otlarimiz o'zidan keyin, demak, ko'plikka o'tayotganda biz was qo'shimchasidan foydalanar ekanmiz. Ulardan bittasi, demak, masalan, leaf so'zi 4 ta barglar deyotganimizda, demak, f so'zini biz we so'ziga o'zgartirar ekanmizda, was qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'lar ekan. Yana bitta wolf, bo'ri. Agar ikkita bo'ri demoqchi bo'lsak, two wolves shaklda bo'lar ekan. Lekin some noun ending in f or fe take only s. Ba'zi otlarimiz garchi f bilan tugasa-da, biz faqatgina s qo'shimchasini o'zini qo'shishimiz mumkin bo'lar ekan. Misol uchun, roof, giraffe, cliff kabi so'zlar o'zini f yoki fe qo'shimchasini tushirishga hojat qolmas ekanda, ularga faqatgina s qo'shimchasini qo'shishimiz mumkin bo'lar ekan. Yuqoridagi qoidalar bilan bir xil. Bu ham agar adjective don't take s into plural, demak, sifatlarga biz hech qanaqa ko'plikdagi qo'shimchani qo'shishimiz kerak emas, faqatgina otlar ko'plikdagi qo'shimcha bilan kelishi mumkin. Happy girl, happy y bilan tugayapti deb, undoshdan keyin kelyapti degan fikrga borib esni biz adjectivega qo'shib qo'ymasligimiz maqsadida ushbu qoida bizga berilyapti. Demak, asosiy e'tibor girlga qaratiladi. Ko'p otlar s qo'shimchasini olgani sababli s qo'shimchasini o'zini qo'shishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, birinchi mashqda birgalikda ko'rib chiqamiz. Bus s bilan tugayotgani uchun, demak, buses shaklida, peach ch bilan tugayotgani uchun peaches shaklida, roof roofs, bat degan joyga e'tibor qaratamiz. Key keys, piano pianos, potatoes balls, books glasses, foxes cherries shaklida ko'pliklarni yasashimiz mumkin bo'lar ekan. Irregular plurals, ya'ni keyingisi nounlar, ya'ni otlar ham plural, nounlar ham noto'g'ri otlar mavzusi bor ekan. Irregular pluralda, demak, biz irregular pluralda ko'plikda birlikdagi otlarni ko'plikka s qo'shimchasini qo'shish orqali emas, balki o'zagini o'zgartirish orqali olib o'tar ekanmiz. Misol uchun, child bola so'zi. Bolalar demoqchi bo'lsak, child shaklida yasamas ekanmiz. Uni o'rniga biz children so'zidan foydalanar ekanmiz. Fish baliq ko'plikdagi ko'rinish ham fish shaklida bo'lar ekan. Biz situatsiyaga qarab ko'plik yoki birlikni ajratishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, unaqa jadvalni bu yerda jadval berilgan: man, woman, goose, geese, toes, trees, foot, feet, mouse, mice, oxen, sheep, deer tarzida, demak, ko'plik yasalar ekan. Bular irregular plural hisoblanar ekan. Keyingisi uncountable noun, ya'ni sanalmaydigan otlar. Xuddi o'zbek tilida sanalmaydigan otlar mavjud bo'lganidek, ingliz tilida ham uncountable nounlar mavjud ekan. Misol uchun, suv, guruch, shakar, yog'. Biz ushbu so'zlarni qo'limiz bilan sanay olmaymiz. Shuning uchun ular sanalmaydigan otlar hisoblanadi. Demak, rice, oil, bread, money
milk, sut, hair, soy, chocolate, shokolad kabi so'zlar uncountable noun hisoblanar ekan. Uncountable nounlar food ovqatlarni, liquid suyuqliklarni, materiallarni, kerakli abstract noun mavhum otlarni va boshqa so'zlarni o'z ichiga olar ekan. Food misol uchun cheese pishloq, butter sariyog', meat go'sht, liquidlarga e'tibor beradigan bo'lsak coffee, milk, sut, water, suv, tea, choy bular sanalmas ekan. Materiallar ya'ni gold oltin, temir, silver kumush kabi so'zlar. Beauty chiroylik, go'zallik, love sevgi va boshqa hair soch, money pul, news yangiliklar, furniture mebel, advice maslahat, ways ob-havo kabi so'zlar ham uncountable noun sanalar ekan. Bu so'zlar bilan biz indefinite article ya'ni an artiklidan foydalanmas ekanmiz. Demak, bular oldidan biz yoki n artiklidan umuman foydalanmas ekanmiz va bularga biz hech qachon s yoki es kabi ko'plik qo'shimchasini qo'shishimiz mumkin emas ekan. Biz misol uchun biroz degan ma'noda faqatgina some so'zidan foydalana olar ekanmiz. Some cheese biroz pishloq, some snow biroz qor degan ma'noda kelishi mumkin ekan. Lekin biz ushbu sanalmaydigan otlarni sanalish xususiyatiga maxsus so'zlar orqali olib o'tishimiz mumkin ekan. Ular qaysilar? Demak, shisha idishga quyiladigan sanalmaydigan otni sanalish xususiyatiga olib o'tayotganimizda biz a glass of water, a glass of milk, bir stakan suv, bir stakan sut deganimizda biz a glass of so'zidan foydalanishimiz mumkin ekan. 4 stakan suv deydigan bo'lsak, demak ushbu holatda 4 glasses of water bo'ladi. Chunki endi biz sanalish xususiyatiga stakanni olib o'tdik. Shuning uchun ko'plik qo'shimchasi stakan so'ziga qo'shiladi. Yog', 2 bottles of oil, 2 butilka yog', a bowl of soup, bir kosa sho'rva, a piece of cake or a piece of pizza, bir bo'lak tort, bir bo'lak pizza, a kilo of rice, a kilo of meat, 1 kilo guruch, 1 kilo go'sht, a loaf of bread or a slice of bread. A loaf of deganimizda bir butun non, a slice of bread bir burda bir to'rg'am non degan ma'noda. Demak, ushbu so'zlardan foydalanishimiz mumkin ekan. A jar of marmalade demak bir ko'za marmelad, a cup of coffee bir chashka choy, a bar of chocolate bir butun shokolad, a carton of milk bir quti sut, a can of fruit juice bitta konserva idishda mevali sharbat, a jug of orange juice bir ko'za apelsinli sharbat, a packet of spaghetti bir paket spagetti. Demak, sanalish xususiyatiga shu solayotgan idishimiz orqali biz ushbu sanalmaydigan otlarni sanalish xususiyatiga olib o'tishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, sanalmaydigan otlarni sanalish xususiyatiga shu o'zi solinayotgan idish nomi bilan biz sanalish xususiyatiga olib o'tishimiz mumkin ekan. Agar karton idishda bo'lsa, a carton of, stakanda bo'lsa, a glass of yoki bo'lmasam kilolab oladigan bo'lsa, a kilo of, shu a kilo of, a glass of shu so'zlarni biz ko'plikda ham, birlikda ham ishlatishimiz mumkin ekan. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat. Dars tushunarli bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.